Boshqalarga zo'r maslahat berasiz, o'ziga kelganda to'g'ri qarorlarni qabul qila olmaysizmi? Bu holatga hattoki The Selmas Paradox deb nom berilgan va albatta video oxirida buni yechimini aytib ketaman. Shundaki o'tmishda juda ham mashhur bo'lgan dono Salomon ismli qirol bo'lgan va u o'zini dono yechimlari bilan aslida mashhur bo'lgan. Ulardan biri uni oldiga ikki ayol chaqaloqni olib kelib, ikkisi ham bu bolani men tuqqaman deb turib oladi. Mayli, talashmay qo'ya qolinglar, chaqaloqni teng yarmidan bo'lishib olasiz degan taklifni beradi. Bu taklif ortiga donolik shundayki, qaysi ayolni ichi kuyib bolani asrashga harakat qilsa, u haqiqiy onasi bo'lib chiqadi deb o'ylaydi. Qarabsizki, shunday dono inson o'zining hayotida dono qarorlarni qabul qila olmagan. Shuning uchun psixologlar biz kabi oddiy odamlar qaror qabul qila olmaslik holatini The Selmas Paradox deb atashadi. Bu holatning sababi esa boshqalarning hayotiga chetdan qarab, obyektiv maslahat bera olamiz. O'zimizga kelganda esa biz nimalarni yo'qotishimiz mumkin, nimalar haqida afsuslanib qolishimiz mumkinligini o'ylab, emotsiyalarga berilamiz. Holatga zo'r yechim bo'la oladigan uslub o'zingizni kinoni bosh qahramoni sifatida tasavvur qiling. Kino ko'rayotgan odam sifatida siz o'sha bosh qahramonga qanday yo'l tutishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Aynan shu vaziyatni tasavvur qiling. Siz holatni kuzatganmisiz? Albatta izohlarda yozib keting. Foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling va men bilan qoling.